eng ko'p sotiladigan Samarqandga ketadi. Samarqandda aladilar bular. Ha, Samarqandlar o'zi dedi-ku. Hamma boku 850-950 emas. O'shada 15-20 millionlik bagamalar bor. Xudoyim hammaga nasib etsin shuni. Nasib et. Qarang, ustimda kelishib ketamiz. 1.350 yozilgan. Sizdan obunachilar uchun 1.200. 1.350 yozilgan. Sizdan obunachilar uchun 1.200. Endi eng qiziq berayim mana. Shuni o'tgan safar videomizda 1.350 edi. 1.200 ga tushirib edik siz bilan. Ha. Shu bilan 1.200 ga seni kapishtirdik. Hozir endi 1 million so'm berib ketaversizlar. Hozir ko'z tutmizku. Chetdan ko'radiganlar bor. Dastlabki bormi? Dastlabki Urganch shahar bo'ylab bepul. Atak boshqa masalan viloyatlar bo'lsin, boshqa bo'lsa, pochta orqali chiqamiz. Endi uni galashamiz, to'g'risi. Surozbek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Magazindagi yangiliklarni Instagramdagilarga ko'rsatdik. Endi bir YouTubedagilarni ham ko'rsatsak. Bo'ldi, tamam. Yangiliklarimiz ko'p. Hech yerda yo'q chinni idishlar, bagemalar o'zlarimiz gizlab qo'yib sotadigan o'zlar ham sizlarga bugungi videomizda obzor etamiz. Narxlarni takoy shokolad tashladik. Hayit bayrami bilan hayitda zo'r skidkalar aytdik. Xudo xolasa ko'rib boringlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Maslahatim dimamas skidkalar o'tibdi. Ustida gaplashib ketamiz. During manzildan ko'rsatib beraylik shida. Manzil. Tak. Yanimiz Ahumma Mechit. Hamma biladi, Urganch shahridagi Ahumma Mechitni. Shuni doğrusunda desek ham bo'ladi. Yanimizda o'sha Toshkentdan ekan aylanadilar, Toshkentdan ekan doğrusu. Yanimiz Chalish taraf. Chalish tarafdan keladilar. Ahumma Mechit setafordan kelib, setaforga 70-da Monda magazin. Bu asa pastda nima bilan yozib qoldiramiz? Telefon so'zlar adres tushuntirib beramiz yoki da lokatsiya tashlab berishimiz ham mumkin. Bo'ldi, kelaversizlar, xudo xolasa. Narxlar вообще o'zgarib ketgan. Ishonavering, o'tgan safargi video bilan buni solishtirsalar ham uje farqini sezadilar. Bu satimiz sog'om bo'lib qoladi. Ko'plab mijozlarimiz so'rab ham ketadi. Narxini 9 million so'mga qo'yib berdik. Xudo xolasa kelsalar, qo'ldan kelgancha sizdan bo'lachalarsa yana sikib ketib beraman. 9 million buni zo'r yeri iberi mramor, ibillar demir, billar demir, oyakam mramor. Qarang endi. Qarang hozir 1 minut to'xtab turadi. Mijozlarimizda ishlanmachilarimiz salgina lipirda turibdi. Biz ham nasturkani to'g'rilab beramiz. Bo'ldi, tamam. Satam kichkina emas, 1.95. Hozir videoda kichkina ko'rinishi mumkin-da bu. Nafsatimizmi? Bo'yi 1.95, eni 50. Bir aytaman-ku, hayotda kelib ko'rsangizlar umuman boshqacha. Kameradan sezilmaydi. Buni kelsangizlar, yangilik ko'p. Yangilikka kelsak, shundan beri hammasi yangilik. Eng bir o'zlarimiz obzor etmagan narsalarga kelsak, yana Durshanagan чисто Turkiya mahsuloti, ruchной работа. Pichonitsalar ham o'zida bo'ladi buni. Eng qiziq tarafi, qarang. Чисто Turkiya. Bularni o'zi biz Instagramdan chiqarmoqmiz, boshqa ham o'zi ko'pincha buni gizlab sotar edik. Hozirgi kunda yana sizlarga polni obunachilaringizdan qarang, nabordan chiqib oladi. 2 mingdan bo'ladi, 2 mingdan bo'ladi, 8 mingdan bo'ladi, 2 pichonitsa bor. Buni o'zini gold rangi bor. Shunga chidan shamkodonlar bor, gullar bor. Endi kumush desalar, kumushidan qarang. 2 mingdan, 2 mingdan, 8 mingdan durishanagan bu go'zallikni. Keyin 2 mingni pichonitsalar ham bor o'zini. Shunga chidan endi shamkodonlar ham bor. Keyin gul ham bor, hozir yaningizda sotilib ketdi. Video tushuncha sotilib ketdi. Keyin Turkiya mahsuloti, daraxt model, gold modeli mana qarang. Buni o'zini ham shu 2 mingdan bo'ladi, 2 mingdan bo'ladi, 8 mingdan bo'ladi. Keyin o'zini shuni pichonitsalar ham bor, takoy moshisidan. Bu gold modeli shunga chidan o'zi gullarimiz ham bor. Qorag'a gold desangizlar, серьезный bundan ham bor. Bam Turkiya mahsuloti, daraxt bor, ruchной работа, qo'l mehnati hech qachon modadan ham qolmaydi, narx ham arzonlab ketmaydi. Qarang. Bam 2 meva, 2 shokolad, 8 chaki. Endi qarang, premium sifatida boshqalardan nisbatan nomus ajraladi desangiz, bu Yevropa davlat, Arab davlat, Turkiya hamma davlatga eksport etadi. Dunyoning nerida eng premium sifatda chinnilar bo'lsa, shularning qatoriga kiradi-da bu. Oshini. Xitoy faqat O'zbekiston ichidan chinnilarga girmaydi-da bu. Bu Turkiya mahsuloti. Ham qo'l mehnati hech qachon modadan qolmaydi. Pichonitsalarni bularning har xillari keladi. Bu chak kuchuk shokolad, boshqa so'z uchun, suxofruktlar uchun zo'r. Buni goldi, kumushi, buni o'zi bir tema. To'g'risi buni tushiramiz desak, kamida 2 soat, 3 soat vaqt ketadi. Buni har xil turlari bor. Uchun o'zini goldi va kumushi bor, yana 2 tash. Buni 3 turlari bor. Ishqilib, buni vashsha assortimenti ko'p. Pichonitsa qarang. Bunilari bor. Yo'q desa, 2 etajlari bor. Bunilari bor. Ishqilib, buni assortimenti juda ko'p. Kelib bir ko'rishlarni tavsiya etaman. Surozbekga qarang, yana bir narsa. Hozir ko'z tutmizku. Chetdan ko'radiganlar bor. Dastlabki bormi? Dastlabki Urganch shahar bo'ylab bepul. Atak boshqa masalan viloyatlar bo'lsin, boshqa bo'lsa, pochta orqali chiqaramiz. Endi uni galashamiz, to'g'risi. Masalan, bir dona vaj bo'lsa, bizlarga chot bermaydi. Uni qolib turgan foydasi dastlabkisi undan ko'p bo'lishi mumkin-da. Agar ko'proq narsa aytsa, o'zimiz aytib beramiz. Galashamiz. Ama galashadigan holda qo'ldan kelgancha yamasiz shu dastlabki pulini qaytib bering, ketdi. Bucha o'zi dastlabki ketilarmi, boshqa. Uni shu telefonda o'zlaringiz galashib qo'ldan kelgancha olamiz. Qo'ldan kelgancha aytib beramiz, Atak viloyatlarga beramiz. Masalan, shu
Brend bagemalarımı bularımızda doğrusu Samarqanddan chiqarganmiz, Toshkentdan, Vodiy ham, Navoiy ham. Samarqandda dim ko'p qilyapti, o'sha yerdan olaman. Eng ko'p sotiladiganim Samarqandga ketadi. Samarqandda oladilar bular. Ha, Samarqandliklar o'zi dedi-ku. Amerikani İçinde, botida ha. bitta qo'yandi. Ha, Samarqanddan ko'p. Endi Urganchdan ko'p sotamiz. Endi dostavka masalasi bo'yicha aytdim. Samarqandda dim ko'p sotamiz shu yerda. Kimini pichonitsalarimiz baynan 350 ming so'm, oyoq ham chinnidan bor. Atak har xil turlari bor. Uchi aytaman-ku, men gaplagandan bir galib ko'rgan. Novinka, ragashka model. Bu modellar. Endi dim mavzusini ko'rsataymi sizga, o'zim yaqalaman. Daraxt model. Nurjan oyoqlari daraxt. Muzamzu. Shu gelsalar chiroyli narxda, bu uchlar ham kumushi bor, goldi bor. Bir galib ko'rishlarini tavsiya etaman. Endi Italiyaga o'tamiz. Qarang, bularım bor. Bular danalı, o'z yanına bir zo'r atib qo'yaman, non qo'yish uchun, boshqa uchun. Buni ham oqshom naborat bir odamning o'zi 10 millionlik aytib oldi. Juda bir 36 kishilik naborat atib. Endi men qarang. Bular hammasi Italiya mahsuloti. Har xil rangi bor. Bularni biz avval safar ko'rsatmadik. Hozir hammasi shu Italiya. Murano brendi deyishdi. Tinadash dasxatini ham qo'yiladi. Buni Xitoy ham bor. Farqi nimada desangiz, Italiya model deb yozmaydi, Made in deb yozadi. Ikki tina dasxat qo'yadi. Chisti Italiya brendni o'ziligi, nusxa emas, kopiya emas-da. O'zini brendiniga Murano desa butun dunyo taniydi buni. O'zi birinchi shu ruchnoy robotani chiqarganda, buni Xitoyning ibini Made in deb yozilmaydi-da, Model of deb yozadi, ya Design of deb yozadi. Bu brend o'zi hisoblanadi, kopiya hisoblanmaydi. Bilintirib beradi-da. Ha, shusi bilan ajralib turadi. Endi skidkaga keldik. Ustunda aytib ketaverik. Qarang, 1.350 yozilgan. Avvalgi videolarni ko'rsalar ham o'zi farq etadi. 1.200 ming so'm beramiz. 2000 va 2 shkala 8 shakl. O'zi bagemalarimiz 650 dan boshlanadi, ta ketaveradi bizda. 10, 15, 20 milliongacha bor. Chevsky Crystal, germanskiy servislar, ko'p brend va juda ko'p. Uni kelib ko'rsak, endi hammasi internetga chiqara olmaymiz, to'g'risi. To'g'ri narsa. Qarang, ustunda kelishib ketamiz. 1.350 yozilgan. Sinovlanishlar uchun 1.200. 1.350 yozilgan. Sinovlanishlar uchun 1.200. Endi eng qiziq berayim mana. Shuni o'tgan safar videomizda 1.350 edi, 1.200 ga tushirib edik siz bilan. Shu bilan 1.200 ga seni kapishtiraylik. Hozir endi 1 million so'm berib ketaversizlar. 2000 va 2 shkala 8 shakl. Durishini ko'rsataman hozir. Qarab turing. Bu qachongacha bu? Skidka. 10 kun ko'p berib beraman. 10 kun? Qo'ldangacha. Endi gap gününde emas, prosta tovar yetguncha deb aytamizdan biza maksimalni. Endi 10 kunga ko'zim yetadi yetishgan tovar. Masalan, shu bagemadan 50 dana, arg'idan 100 dana oshirib oldirib qo'yamizmi? Plus minus gününe satadan sanım baku. Şuna ham cho'tatib aytaman, nima? Qarang, oyoq 2 etaj, 1 etaj emas. 1 etaj deganim eminim bor. Shu 1 etaj. 2 etaj ko'rding? Oyoq 2 etaj, iberi qarshida 4mush. Libo joyga kirib so'rasinlar. Ko'rmay yana to'g'ri kelib ketmasinlar. Skidga bu tutda ekanda bugirib kelmasinlar. Boshqani qiziqsinlar. 2 etaj oyoqli, qorni qarshida 4mush bagemaning necha so'mda? 1.350 dedilar, 1.400 dedilar. Eng arzonchi mana ham 1.250 deydi, boshqa deydi. 1 million so'm beraman, 8 shakl, 2 shkala 2000. 1 million so'm. O'zi 1.200 yozilgan, aytib kelsin. YouTube'da 1 million deb aytildi desan, men beraman o'sha 1 million. Ana, ko'ngli klientlar ham o'rnatib ketmasin. Ki bu modelim. Bunimiz ham Kerem model 2000 va 2 shkala 8 shakl. Bam shu gap. Oyoqi 1 etaj emas, 1 etaj sal arzonroqda. Oyoqi 2 etaj, iberi sharikoy, Kerem. Mana to'g'ri kelib mendan olmasin. Men bizda arzon genlar deb chaqirmayman. Boshqani ko'ringlar. Narxni o'rganinglar. 3 Kerem model qarni sharik, oyoqi 2 etaj. Hamma yerga kirib so'rasin. 1.350 sotib turganim bor, 1.400 sotib turganim. Eng optimum manda ham 1.250 sotib turibdi. 1.50 ming so'm beramiz. 1.50 ming so'm. 1.50 ming so'm. To'g'ri bizlarga kelmanglar. Ko'rib kenganglar. Ana shunda sam shubhalanib ketmaydi, klient довольный bo'lib ketsin. Kelgan vaqtda realni men shu boladan arzon oldim, shu bola rahmat deb aytib ketsa bo'ldi. Prosta ochiqchasana, meniki arzon, meniki optim deb gaplamayman. Gelsinlar, optimchi men deganligini ko'rsinlar, keyin men yana gelsinlar. Ana farqini sezadi, o'zi his etadi. O'yina borgan vaqtda ham uverен o'tiradi. Men yaxshi vach oldim, arzon oldim deb. Endi qarang. Endi sifatga kelsak, yaxshi yomon. Qarang. Ikki xil talaka. Nima sizdingiz? Qaysi haq? O'zingiz yana ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Sizmi? Ina bu okroq. Bop-bop. Bu qararoq. Buni sarısini ko'rdingizmi? Oltinni oldiradi. Jo'di. Buni sal tunturoq. Ko'rdingizmi? Qararoq, tunturoq. Ishi vach originalach. Bu kopiyachi. Ishi gelsalar, ishi sifatini ham ajratib tushuntirib beramiz-da. Originalchi. Hozir kamerada sezilmasa keyin shu o'zingizdan so'radim-da. Tomoshabinlar sizlar sezilib turibmi? Kommentariyada yozib o'tinglar. Bop, bu qararoq. Kamerada sezilmasa keyin shu uchun men sizga o'zingiz savol berdim-da. Qaysi haq, qaysi qarada. Oshi loy jihati, zal jihati har narsani o'zi kelsa,
individual etib ko'rsatib cho'tib beramiz. Masalan, hozir kumush modada bo'ldi-ku. Kumushning o'zini bizlar yana 1, 2, 3, 4, yana oranda 6 xil modelimiz. Общий 15-20 xil model ekan. Nima qarang. Bular novinka variant. O'tgan safar ko'rsatmadik bularni. Bunda 78 predmeti bo'ladi. Hammasida 62, 66 ku. Bularda 78 predmet. 78 dona. Hava. Naborda hammasida 62 ta nabor bor, 64 ta nabor bor, 66 ta. Bunda 78 vaj bor. İbam shu, bundan shu 78 dana vaj bor. Uning assortiment hali yo'q. Keyin qarang. Shuni o'zini salatnitsasi qarang. Pechonitsasi bor. Hech qaysi naborda pechonitsa yo'q. Bunda bor. Assortini o'zini 4 xil bor. Обычный assortidan 2, quloqli assortidan 2, 4 xil assorti. Salatnitsa hammasida bir xil ishining qo'yiladi. Bunda B. Yana B. Qarang. Salatnitsa o'zini 3 xil, 4 xil bor. Tallika hammasida 2 xil tallika qo'yiladi. Bunda 4 xil tallika, cho'nqir bulida hech qaysi naborda yo'q. Bunda cho'nqir bulidan bor. Nukus, Beruniyli mijozlarimiz biladi bu cho'nqir bulidan. Ularda 5 barmoq yurtku. 5 barmoq. Polomon zo'r ketadi, boshqa ish qilib aytaman-ku, bunda eng assortimenti full model bu. Shular ichida. Endi esa yana bir vaj ko'rsataman. Shunga mos, oppoq, skromniy desa, 4 xil tallikasi bor. Pechonitsasi bor. Qarang, salatnitsa o'zini 1, 2, 3, 4 xil salatnitsasi bor. Assortini o'zini 1, 2, 3, 4 xil assortisi bor. Bludasi bor. Menajitsa hech qaysini bordi. Shunda bor. Ko'rdingizmi? Menajitsa har xil. Bunning vaj hech qaysini bordi. Yoshi ibojim hech qaysini bordi. Aytchagim, shu galami full komplektatsiya eng bir premium displayda hamma o'zi ichida, o'zinda. Masalan, 2 xil tallika menga yetmadi, 3-chi xil tallika desangiz o'ylanib qoladi. Bunda uning gapi yo'q. Xonavajin xolaganini aytib qo'yiblar. Xolosa bir chanik beraman, xolosa 10 chanik. Masalan, 2 chanik yetmaydi degan masala bo'lmaydi. 10 chanik desa 10 chanik beraman. O'zina kerakini olaveradi. O'zini ham qulay, isifati ham zo'r. Masalan, bu mazamina legendarniy. Eng ko'p sotiladigan hit product, yaldirab aytsam qarang. O'zi aytaman-ku, yomon ishlar bor, o'tadim. Endi arqadiga o'tdik. Narxlarni oshishim, yomon tashiymiz. Qarang. Eng qiziq skidkalar beda tutadi. Ustida kesib ketamiz. Qarang. 934 ming yozilgan. Ko'rdingizmi? 934 yozilgan. 850 ming so'm. Ketdi. Endi qarang. Saluyimiz. Bu modelimiz ham 950 ming so'm. 850 ming so'm beramiz. 66 vajib, 62, 64 emas. Boshqa yana 2 buluda, 4 buluda deb o'tiradi. Endi qarang. 950 yozilgan. Bu oppoq bu, tunta emas bu. Tuntanman buni. Tunta uje ertang yo'q, bir kun bo'ladi. Xudo xolasa endi video chiqinchalik keladi ham. İkisini farqlash uchun undan ham birini oldirib qo'yaman. İkisini solishtirib keyin galba ketaveradilar. Ya dib prosto vaj yo'q o'zi bizda. Kuri premium vajdan aytganmiz. Shuni любой yerga kirib so'rasalar 1 million so'mdan kam sotmaydilar. 850 ming so'm beraman. Endi qarang. Imanam 1 million 400 yozilgan. 1 million 200 ming so'm beraman. Gold zavod. Zavoddan ham so'rab любой bilan solishtiringlar. 1 million 200 ming so'm beraman. Kuri aytaman-ku, men yana yugurib kelmasizlar. Solishtirib ko'rsanglar, keyin kelsizlar. O'zim tinch, men ham tinch. Men любой vajdan kanasiya beraman. Narx bo'yicha любой yerdan sotib bilaman. 950 ming so'm. Birinchi. Вообще zo'r. 950 ming so'm oppoq chinniz. Qarang, shuni o'zini bunda qimmatroq bor. Bu 1 million 300 ming so'm. Buni o'zi chanikam boshqacha bo'ladi, и bludalar ham chuqur bo'ladi. Ish qilib aytaman-ku, inang. 1 million 200 ming so'm. Mana sen urib ketaman. Endi gelsa, xudo xolasa bir narsa, masalan, kelishadi odammi, gap ko'rishadigan bo'ladi. Birov tanishim ko'p chiqadi, birov masalan shuncha vajondan keyin og'zidan xayr ko'r desan, qaytsan. Ustida u aytilgandan keyin ham o'pishida yana ustida gaplashamiz uni. Podpiskalar uchun ham bir narsa ustida ustida kesamiz-da uni. Masalan, 1400 deb yozib qo'yibdi-da. 1 million 200 deb aytdim. 200 ming уже qaytildi, to'g'rimi? O'pish ham yerda kelishsin, o'rtasidan oxiridan kelgan vaqtda bir shapatni uradigan yana vaqtda, ana u yerdan yana engishamiz. Klient bilan, o'zi yerni o'zi qiziqida uni. Hurmatli obunachilar, podpiska, like, komment yozinglar, xudo xolasa. Endi yakkan bo'lsa, omin bizlar nasib etgan deb yozinglar, xudo xolasa. Uning uchun ham hammaga nasib etsin. Hammaga borku, 850 950 emas, o'shada 15-20 millionlik bo'lganlar bor. Xudoyim hammaga nasib etsin shu narsa. Nasib etsin. Men aytaman-ku, yana Turkiya va Yamanlar ham Samarqand deyman. Ilohim shu qurilgan ishlar odamlarimiz aslida. Gap viloyatdan emas, prosta nodis bo'lsa o'zimiznikidan ham bo'lsin. Shuni. Hammaga nasib etsin. Shuni. Qarang. B, qarang, 822 yozilgan, 822 yozilgan. 7 tak, 700 ming so'm berib ketaversan. 700 ming so'm. 822 yozilgan. 30-28 emas, 32. Qarang endi. 850 yozilgan, 850 yozilgan. Bular ham mening. Ustida gapiraylik, 850. O'zi 1 million 1 sotilgan, 850 ga tushirilgan. Bular ham alang 700 ming so'm. 10 kun. Snab o'rnashtirish uchun.
700, 700, 700, 700. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu kime? Sarpa, toya, mesela kıza koşmaka bozdularla. Zavtırkacaklar. Sen büdjet kımmatırak görüp duramızsa. Geseler 850 dolar. Lübo yer. Hem yerini görüp gel belki de versin. Hem yerini görüp gelseler 900 hem satıp oturgan var. 950 hem satıp oturgan var. Şimdi başka yerden fark etsin de belli 100 bin arzana kesip kopmaz bir yerde. Ve bundan hem yine skit yaptık. Biz 50 milyon skit yaptık bana. Gelseler kuda kalsa çırar. Bir like'da basıp koysalar boldu. Zor et padeşketinle biz hem zor et narxlansın deyip veremiz. Keyin indi maz yeri bakın. İndi bu 6 gülü mazı satılgan bu. Bunu az bir eve sattık. Çözümden verdiniz bunlar. Açsam güles. 550, 650, 750'ye satılgan bu gülle. 350 milyondan beri verdim şu günü. Seriyor. En kızıkı Rusya. Rusya'ya git patron oğlum. Aa. Xuda kalsın. Instagram'dan koyup ötemem bunu. Rusya git patronakta, şu klient ekip patronakta. Moskva mı, Petir mi bilmem neyle bir restorana alıp bağımını. Kardeş, 3 tane emmesini 350 milyondan beri verdik. Şimdi bunun doğrusu Tinde pastafkesinden gelip çıkamız. Gülünün sanığından, razbeninden gelip çıkamız. Bize de 350 diyene hemmesi 350. Bu 350 iyi bir sel olarak gördünüz mü? Ava. Şimdi sel buket olarak bu anaseten iyi pastaki söz girgenler seten bu plus minus bir 100 bin son aşını arzana kımmatarak çıkışı mümkün. Hatta ben gabaritinden gelip çıkıp 350, 400, 450. Lakin ben cevap vereme, üçüne böyle 400, 450 tapar mıydı? 100% cevap vereme. Lüboyana görürsün 350 milyon bunun gülü yok. Özü bak görünüşe ait tuttu mu? Abi 350 ya daha pastafkesini tapsa kette gel bunu gülü anda dursun. Karan indi. Arena ötemiz. Ben onu alıp gitarımız. İndi karan. Yine bir mazı. Lan koydu onlar. 40 milyondan koyup veremem. Lakin atik kesildi YouTube'dan da. Özlerimiz 55 satamız. Sınav bunu açarız atik kesin. 40 milyondan nan koydu. Ayak şişeli boyu belen. Ulu bu kişilemez. Gabaritten hem gelseniz yine karıştı yine. Bir yarım karış. Ulusunu 40 milyondan koyup veremem. Şimdi atak nan koydu onu bize de türkü gelseler çırağının arkada hemmesinin üzerine üstünde gelişir adam. Karan indi. 1 milyon 550 yazılan. 1 milyon 350 milyon belki de versin. Yine MM Gold Zavod. Üstü Valna. Valna görüp misiniz? Bunu Lüboy'a girip prost narxını sorasalar, onu aytıp oturmuyor ama başka yerine narx kızıkamaz. Prost barıp sorasalar 1 milyon 350 milyon veremez. Yadda koysalar. Gelseler 1 milyon 350 narx üstünde. Gelişip veremiz. Keyin. Ve şükür. Bularımız var. Piçon insanın bir zor narx koyup vereyim mi size? Koyun kanka bir göre. Üçüne bunu özü ayak şişelini satadı emme. Biz ayak şişelekkemiyiz. Çünkü onu ayakkı bir klilengen bu. Bu botla bu birinin üstüne demir var mı diyeyim görüyoruz mu? Bu bota kalkıyor. İyi ayakı demirli. Bunu özü 55-65'e satıladı demirlisi. Mesela bunu 40 milyondan koyup veralım. Demirlisini. 40 milyon. Şişelisi 20 milyon. Bunu emme biledi. Bu şişelisi Özbekistan'da çıkardı da. Bu Xitay'nınki. Bunun özünü 3 kılı var, 4 kılı var. Türkiye var, İran var, Xitay var, Özbekistan var. Özbekistan'daki 20 milyon. Hem dükkanda var. Bu demirlini bulaşaterde 20 milyon Özbekistan'dakini koyar da bunu özü 50-51 satarlar. Ben bunu 40 milyondan koyup veremem. Ana gelseler 40 milyon. Alın ana pasuda hem özü bir yerden 35 milyon belki de versin. Ana dım köngüller. Bu doğrusu bu özden bana fayda kalmıyordu. Ben prosto ne desem düşünce ne deydi? Kliyentten indi pasuda bagemadan fayda kasap oldu. Bununki gerek mi dedim maçın izmi açı maksat aytıldı. Bulardan bir aytı ötsey. Kızık görüntü. Fujir mi? Fujir'ni bize de her xil turu var. İndi qarang. Oşunu meselesi özü bir kızıkda ama az bir de pudra kamaptı. Bu 4 xil tura bölünadi. Mesela klientlar aytadi-ku, bir yerda 150 milyon, bir yerda 130 milyon, bir yerda 160 milyon deb. Bu zerinden gelip chiqadi. Mesela o'sha pudra zar. Bor zarak maychi. Ina bu tilla zar. Buni o'zini 4 xil zari bor. Gap oshsinda. Pudra zari arzonroq yuradi. Titan zar sal qimmatroq yuradi. Tilla zar undan ham qimmatroq yuradi. Buni o'zi 4 xil tura bo'linadi. Endi uni zarini o'zi, shishani o'zi 4 xil tura bo'linadi. İranniki bor, Xitoyniki bor, Turkiyaniki bor, O'zbekistonniki bor. Eng yaxshisi Xitoy, Turk. İranniki sermoniyroq doğrusu. Prosto yani brendini atıp yetmeyiz deb aytilmaydi. Fujirga kelsak, agar qarang, İranniki bo'lsa, pudra zar bo'lsa 90 milyon. Bu bizlar 2 kuna keladi, xudo xolasa. Hozir Xitoyniki bor, tillasi bor 150 milyon. Titani bor 130 milyon. Durun üstünde ko'rsatib o'ting. Bu Titan. Hozir tilla ko'rsataman. Farqini sezasiz. Titan. Tilla Fujir bormi shunda? Atush. Ina bu Titan hozir tillani ko'rsataman. Turing hozir ikkalama. Qarang, bu Titan. Sarisini ko'rdingizmi? Buniki sal ko'kishroq. Buniki ochiqroq, ko'rdingizmi? Yaldiroq. Bu oltin edi. Lekin eng qiziqi bor-ku, bam Xitoy, İran emas. İranni ko'rsataman hozir
İran bağmadı bir de. Yine şu İranlı Martinis yine güzel tushuntiring. Yine Martinis. Gördünüzmü? Bunun şişesi sel xirarak. İran'daki. Bu Xitoyniki. Xitoyning originalı işi bo'ladi, tillazer. Bu titan zer. Bu pudra zer. Yine üçünü 130'a veramiz. Bunu 150'ye veramiz. Bunu İran'daki üçünün fujiri var. 300 sifatli fujiri var. Bu 90 ming so'm. Prosta klientlar şunu adashadi da. İnternette çıkan vaqtda tillazer fujirlarimizda chiqaraveradi. Bunu ham chiqaraveradi, uni ham chiqaraveradi. U og'zaki aytilgan boshqa. Gelib realni ko'z bilan ikkisini solishtirgan boshqa bo'ladi. Uni nima deydi? İnternetda kamerada sezilmaydi da. Chunki ko'zingiz bilan ko'rasizmi? Shunda farq etadi da. Titan ham, pudrasi ham, tillasi ham. Uni xalqning o'zini men aytaman-ku, men qurib satmayman, men tushuntiraman. O'sha bilan hozirlaman. O'zimni tajribamni klientga yetkazib beraman. Shu klient originalni, poddelkani, kopiyani o'shini tushunsin. Ertaga bir kun mendan olish shart emas, boshqa yerdan olgan taqdirda aldanib qolmasin. Maqsad nima deydi? Arzon oldinda pulini prosta musora tashlamasin. Yaxshi vajasin, lutcha ajratib ishlatsin. Ko'proq ishlatsin-da. O'sha maqsadimizda. Ne bo'lar tillazer? O'sha ko'rdingizmi? Sorasi jo'g'dim bo'lib turadi. O'sha o'zi fushini o'zini bizada har xil bor. Uni o'zini bir tema aytsak hozir bak 2 soatlik tema bo'lib ketadi. Har xillar, nima qarang? Bu go'zalligi qarang. Ne? Bular Xitoy. Bo'lsa tillayning, sorasini ko'zmi ochiq. Har xil turda fujinlar bor. Buning fasonlar bor, uning fasonlar bor. Martinlar har xillari bor. Har xil topilmaydigan ranglar ham bor. Chunki uni o'zi bir tema. Gelib kumush desalar, yana kumushlari bor, oshishim zo'r. Hozir trendda bo'lib turgan. İşte fujini o'zini ham любой dussadanlar, işte hamma narsa topiladi. Gul, boshqa, qarang, suvenir desa suvenirda haykallarimiz bor. Arabalar, toshbaqqalar, sham qo'yadiganlar, bunda gullar, zavstrik uchun gulvozalar, har xil turdagi ishqilib, gelsalar любой topiladi bizda. Topilmaydi. Kastrul nabor, kazan nabor, bытовой desa bытовой ham har xil bor. Pылесос, itimat, mikrovolnovka, boshqa chopter, blender, yine bagemalar ham har xil turi bor. Çünkü gelse üstüne aytdim ki gap alırsa xudo xolasa narxini zo'r etma. Yine arvalar 850 ming so'm. Napitka uchun. Gelseler 850 ming so'mdan yine. Tina bir yere banishni qo'yadi, tina ularni qo'yadi, 850 ming so'm. Bular o'sha razmerga qarab qimmatlab ketaveradi. Har xil shakllisi bor. Mebelnisi bor, MDF'lisi bor, boshqasi bor. Ko'p gelseler chiroyli narxlarda sham qo'yadi onlayn, chiroyli. Ey, siz skitkada during, donallardan bir mazza etib qo'yib berik. Hazır. Shuni. Öyle 55, 60, 65'ten gap yok. En ulusu bu. 10'luk bu. Bundan ulusu bu muydu? En ulu razmeri. 60, 55, 65 adam satıldı. Bunu üçü güllüsünü 35 binden beri veremem. Mesela 35 bin son. Bu güllüsünü 35 binden beri veremem. Mesela 35 bin son. Karan bu güllem 35 bin son. Oyunda bana lezzet basın. Bağım 35 bin son. Gel versinler. Lekin sizga aytib kelsalar, обязательно YouTube'da. O'zi kelsa bolalar 50 ming so'm deb aytadi. Gelsin. Sizdan aytib kelsalar, YouTube desa bo'ldi 35 ming so'm. Kelsalar 35 ming so'm. O'zlarimiz 50 sotamiz doğrusu. O'zi 60-65 sotadi. Keyin qarang, endi qiziq beri. Mina chaynik, Minani hamma biladi, Mina. 50 ming so'm chaynik. 50 ming so'm. Mina desa o'zlari ham biladi. Buni o'zi 75 ming sotadilar, bizda 50 ming so'm. Bu modellarimiz, bu 65 ming so'm. Bu sal ularaq model. Bu 65, 65. Bular fasonlar qarab. Üçülarimizni qarang, 12 adamlık naborini 750 dollaracha sotganmiz. Bizda 8 milyon, 10 milyoncha naborini sotganmiz. Çanekinin o'zini 25-30 dollardan gelmizlar. 350 ming so'mga gelib tushgan. Eng qiziqi, buni nabori tugab qolgan, hamma uchun sotganmiz. Çaneki qatib ketgan bizda. Bu nima desam, arig'ini, nima desam, birsini suyki, birsini kuyki degan gap bor-ku o'zbekchada. Buni bahasi уже arg'ivajlar bilan qoplanib ketgan. Buni hozir kunda 150 ming so'mga skidka qo'yibmiz. Lekin qiziqi, biz ham o'zlarimizni shu bizda 25 dollarga kelgan, biz 30 dollar sotganmiz shu vaqtda. Bildingizmi? Bizda 300 ming so'm o'zlarimiz kelgan, hozir 150 ga sotib turibmiz. Lekin yarim baho zaranna sotmaydi-ku deydilar-ku. Prosta buni kalsa olib kelsa talakalar qamolmiz biza. Agar talakasi bo'lsa, naborini hozir 700 dollardan pul beradigan odam bor. Lekin nabor yo'q уже. Nabor yo'q. Ava. Buni o'zini 3 xil gullisi bor. Uch ham bular brend bu. Bu hamma davlat eksportida 700 dollar, 800 dollargacha sotilgan nabor. Lekin prosta chanekidan herkesinden mesela 100 tane 200 tane alıp bak. Lekin boshqa versiyalar uch tugab qolgan. Yine kasasi bor, chaneki bor ko'radi. Ibludasi bor. Lekin uchini bir chanekini o'zi 25 dollar, 30 dollarga sotiladi. 30 dollar boshqa sotganmiz, keyin 25 dollar o'zini bahosida tarqatganmiz. Endi nabor ag'alari. Hozir ham naborni pul to'layman degan odam bor, naborni o'zi qama. Yo'q. Nabor o'zi yo'q. Ava, shuning uchun o'zi majbur qo'yib berganmiz. Uni ba'zi bir nabor etmaychi hech kim olmaydi. Danalni oshni skidga sotib qo'yadi-da. Bular 150 ming so'mdan. Bu oltin suv beriladi bunga, shuncha qimmat bu. Ne şu fark etishi mumkin bo'ladigan deyishingiz mumkin. Bunga chiste oltin suv beriladi, usti bo'rtgan. Oltin suv degan shu vaja beriladi, boshqasini bilmaydi. Yani 1 milyon, 2 milyonluk naborlar oltin suv deb aytadilar, ertak.
Boşa giring. Bu doğrusu hech kim ishonmaydi unga. Oltin suvda emas 1 millionlik ko'cha berilmaydi. Ertak prosta reklama qilib satish uchun maqsadida aytiladi bo'lsa. Yolg'on giring. Oltin suvda emas 1 million 2 millionlik pozlar berilmaydi. Beriladi 700 dollardan tutib 1000 1200 dollargacha servislar beradi. Uje Arab davlatlar, Yevropa davlat, hamma davlatga eksport etadigan brendlar beriladi. Hamma brend emas. Bu go standartizatsiyadan o'tadi, boshqadan o'tadi. Uni butun dunyo tan oladi. Oshuv vajlari beriladi oltin suv. Bu standartizatsiya. Bu 1 million 2 million so'm bizda oltin suvda reklama chiqqan, ertak to'g'ri o'tirib beringlar. Boshqa giring. Lubo yo'q, agar birov yengishaman desa, ikkisi men shuni daqizdan aytib beraman. Oltin suvni o'tilazar. Zarni o'zi har xil bo'linadi. Kraska zarra bo'linadi, tilla zarra bo'linadi, pudraga bo'linadi, boshqa bo'linadi. O'sha oltin suvga bo'linadi. O'sha o'zi uni kategoriyasi bor-da. Kelsa o'shani tushuntirib beraman. Klientim o'zi o'rganadi. Birov kelib bir narsada burgacha vaqtda o'zi o'tirib dars beradi unga. Arkan gaplab biladi. Luboy bilan sporlashib biladi. Mana hozir men siz fujini aytdim, o'shani turi bor, prosta har kim internetda gapni tushunsam, tushunmasam so'ylab chiqaradi. Xrustal bagemalar 1 million so'm skikka deb chiqadilar. Xrustal bagema 1 million so'm hech qachon bo'lmaydi. Nechunsa qo'l mehnati u. Birma-bir qo'lda o'ylab ishlanadi. 1 million so'm xrustal degan bagema yo'q. Shisha bagema bo'lishi mumkin. U o'zi xato ma'lumot bergan, o'zi tushunchaga ega emas inson, u ma'lumot bersa o'zi noto'g'ri-da, to'g'risi. Xrustal bagema bizda bor, lekin u 1 million degan baho emas, to'g'ri. 6 stakanning o'zi 1 million so'm bo'ladi. Tushundingizmi? Stakanning o'zi, fujinning o'zi 6si 1 million so'm. Siz o'ylang, bagemani shab 1 million so'm berish mumkin. U qo'l mehnati, u birma-bir odam o'tirib o'ylab ishlaydi uni. Qimmat narsa. Shuning uchun qimmat narsa. Shu ham qadimdan xrustallar qimmatmi? Hozirgi ham bor, qimmat. Hozir bizda bor, kelsa xrustalni ham ko'rsatib beraman, lekin chexskiy xrustallar bor, Rossiya xrustallari bor. O'sha har xil turi bor ularning. Kelsa o'zini uni o'zi bir tema aytaman-ku. Yo o'rtamizda bir kun o'tirib gaplashsak ham pozorni boshqa oxiri yo'q. Ashuni. Shuni o'xshatib, bedek tog'larda eng noodatiy ishga vash ko'p. Bir galib ko'sha. Ey, during yana bir mazasi ketib berik sizga. Shuni bir ko'rsatib beraylik aslida. 3,5 million birinchi videomizda chiqqan. Keyin 2600 chiqqan, keyin 2,5 chiqqan. O'zlarimiz ham Instagramga 2400 da ko'p-ko'pmiz. Sizlar bo'lishingizda o'tgan safar adashmasam 2 millionga qo'yib berdik. Shundoq edi. 1 million 800 ga qo'yib beraman, lekin 10 kun. Bu ham o'zi foyda emas. To'g'risi, bu hech foyda emas. Masalan, prosta like bosinglar, podpiska bosib qo'yinglar. Ehson hisobi desam bor. Bo'ldi. Bu foyda emas lekin. O'zlarimizda 1800 ga 2 sotardik to'g'risi. Bu prosta klient uchun. Ana. Bo'ldi. 1 million 800 ming so'm. Buni lekin maslahatim hazzab olinglar. Hech kim, men buni Xorazm emas, respublika bo'yicha ayta olaman. Agar shu yerda 1 million 800 emas, 2 milliondan topib olsam men birini podarka etaman shu odamga. Shu yerda 2 million sotib turibdi desa, men shuni birdan prosta podarka etib beraman. Ana ochiqchasini. Yine setlarimiz ham 9 million üstünde gelişirler. Bam işe de yok. Geleversinler. Keyin, iman qara. Jirafalar. İndiski jirafa. Şuna qarang mazmun. Bular ham ikkisi parni bo'ladi. Gelselar ham o'zi narxi 5 million so'm, ikkisi 5 million. Bu krashin emas, bo'yalgan metal emas, o'zini metalni tsvet tushunning. Iman qarang, az dokazat etib beraman. Indiski lot hisoblanadi. Bular o'yib ishlanadi. Bu hamma do'konlarda topilmaydi bu. O'zi noodatiy. Limited edition dedi-ku. Shu aytishi. Hozir size dokazat beraman. Nechun o'ynaydi? İçini gördünüz mü? İçi ham sarı gördünüz mü? Rezba yerigen sayın rengi o'zgarishi kerak, açılışı kerak. Bunu içini kessangiz, ichi ham ining, ichlar ham sarı. İçini kessangiz, ichi ham sarı chiqadi. Bu bo'yalgan metallga girmaydi. Metalning tsveti shunday sarı bo'ladi-da. Bu rengi o'zgarib, yo bir o'ynatib, yo rengi o'chib ketadigan emas. Bo'yalganga girilmaydi bu. Bu polirovka etiladi, yo'naladi. Keyin ustiga bo'lar do'shib ishlanadi. Buni ishlash jarayonidan bor. Kelsa videosini ham qo'yib beraman buni ishlash jarayoni. Bu Indiya mahsuloti, shunday parni bo'lib turadi ikkisi. Birisi. İkisini 5 million so'm. Gelsa onun ham üstünde ya gelişlerden yere bazgana. Mana shuni bir ko'rsatib o'tsak. Chexskiy. Ko'plab mijozlarimizning ko'nglidan joy olgan. Chexoslovakiya, buni o'zining ikki xili bo'ladi. Bu Xitoy. Bundan bizda yo'q. Bir dona tarkani oldik ko'pmiz, ikkisini farqini barishlar uchun. Ko'rdingizmi? Bu yo'llarga batadi. Bu tund. Bu Chexskiyimiz naborda 2 chanik, 12 chay kasa, 12 lob kasa, 12 tarelka, 12 ulu tarelka, asartidan 2 dan 6 dan asarti. Salatnitsadan 6 dana bluda, solnik perez. Buna 6,5 million so'm deb qo'yibmiz. Lekin obunachilarimiz kelsa 6 million 200 ming so'm qo'yib beraman, lekin 10 kun. 10 kun. 10 kun etib bilaman. Buni o'zi 6,5 ga chiqardik. To'g'risi narxi tillan narxi oshgani bilan, zavoddan o'zi narxi oshib ketdi, shu bilan narxini oshirdik. Buni 6,5 ga. Sizdan obunachilarimizga 6 million 200 dan 10 kun qo'yib beraman. O'zim ham Instagramga e'lon etganman, lekin birgina narsa bilan sharti bilan. 2 naburag'ani 6 million 300 dan beraman deb e'lon etganman. Sizdan obunachilaringizga 6 million 200 dan bir nabur desam beraman.
Bo'ldi. Prosta aytib kelsalar YouTube'dan deb. O'zlarimiz 6,5 dan biz ming sotamiz, 6,5 deb sotamiz, lekin yaxshi sotamiz. O'zbekistonda hech qaysi nuqtasida yo'q bu narx. Eng keyin yozilgan Made in Czech Republic. Chexoslovakiyani chinnisi 6,5 milliondan hali hech kimda yo'q. Agar birov shuni 6,5 milliondan topdim desa, men birini padar ketaman. 6 million 200 emas, 6,5 o'zimdan topdim desam, birini padar ketaman. Yo'q bu narsa. U baho. Ko'p kelsalar, ish ko'p, eng bir universitet bor. Mening kartinalarimiz bor, mana bu g'oldan bor. Durishni qarang. Чистый g'ol, ko'rdingizmi? Billardan toxta mana чистый. Ko'p har xil turda bir oniy kreativ, noodatiy vajlar ko'p. Ko'p nima deymiz? Bir galasizlar, o'zlaringiz ko'rib, bahosini berasizlar. Esa xudo xolasa men do'konlarimizdan kutamiz. Bir like-dan ayamisizlar, shucha Beyanam meni tutib, biz ham qo'llangancha tushuntirib berib turibmiz. Gelsangizlar, chiroyli narxlarda xudo xolasa, lekin обязательно aytib-ku, YouTube'dan aytinglar, xudo xolasa zo'r narxlarda zo'r aytib qilib berishga harakat qilamiz. Hamma do'konlarimizga ketamiz. Esa bir like-dan ayamisizlar.